bular chiqqandan keyin Siz chiqasiz. Siz oldin Marjon aka. Avazog'i bitta qo'lida olib. salom. Assalomu alaykum. Qanuluq. Kamchilik. Hozir. Aka bir daqiqa. Buni to'xtatib turing. Ya qo'lingizga olib turing men gap. Marjon akam chiqadilar hozir. Marjon akaning chiqasiz. Keyin Hozir aka gapga qo'shasizmi? gaplashib olaylik. Bo'lishi mumkin millati deganim yo'q. Просто ne kelato'rlaymi? Qo'llayim do'st. Soch beraylik yo'l. Chiqib ketasiz. Chiqib ketasiz. Aka, men aka bir Avazog'i. Maslahat kerak-da menga. nima maslahat? Maslahat bering. Nima maslahat? Kutaylik. Odam ichish kerak, ichmaslik kerak. Siz nima o'ylaysiz? O'zingiz shiorlaringlar bormi sizlarni? Ertalabda bir dona o'rtog'im bilan eshitgan. Shunaqa narsa bor. Qoq obedda tushlikda 4 kishi ich. Tulpatlar bilan. Kechqurun jufting bilan ich. Yotarxoningga o'ppa o'zing. Hali. Qiziqchagan bu odam. Uygun bardismi? Qiziqchiman. Mana xalq ichidan chiqqan odam. Nodir. Kamchilik. Qolmay chaqirib kel o'rtog'im. Kim? O'rtog'im. Baqiga. Assalomu alaykum. Salomlar. Sizlar. Qalaysiz? Odam. Sizlar. Emas. To'ylarda ko'rganman bor. Yo'q. O'rtoq boraman-ku. Yangi ishim oldim. Qo'qonda ko'rganman shu o'rtaga shu. Nega? Ishtirsan beraymi? Yo'q, albatta. Gap yo'q. O'zga ishlatasiz. Xudo xolasa, zaldaman men. Qayerda zal? Zalda shug'ullanyapman. Qaysi zalda? O'zimiz zaldaman. Ko'ksaroy. Zal. Iya, tosh ko'taraman o'zim. Toshkentda. 10 yil bo'ldi, 12 kiloga tushdim. Ha, jigargacha og'irlik qilib 12 kiloga o'tdim. Necha kiloda qo'shildingiz? 47 dan. 47 kiloni shu tash ko'targanimda yelka bilan urardi. 11 metr, 9 metr uchib ketadi. Keyin yoshim o'tgan sari Yelka og'rimaganmi? kim? Yelka og'rimagan o'rganingizda. O'tim o'ragan. O'tingiz? Olib keting, oshqib bering. Oshqib bering. So'raychi. Shu odamni ko'rganman aka. So'raychi kimdir kelganligi. Yana kimdir kelgansiz bilan? Ha, kelgan. Kim bor? Kim? Tog'a. Assalomu alaykum. Qalta. Avazbek, tuzukmisan? Siz rahmat. Qo'limochi. Yaxshimisiz? Ha, ko'p ish qildim men. Avazog'im, meni hozirgacha mana bir kam metr oltiga kirdim. To'kurmaydi. Nimaga? 381 urgan. Shundan keyin 220 230 ni ko'taraman. Boshida bir urib olar ekan. O'zingni bo'sh qo'yib turasan. Keyin urmay qo'yar ekan. Nima kulasan? Kulgili gap bu. Devaram tengi odam o'zi kuladi. Mana keyin kenguru boqdim. Kenguru. Avstraliyadan olib keldim kenguru, Hisori kenguru. Hisori kenguru olib keldim. Bir Kenguru ham hisorsiz bo'lar ekan. 9 oyda bir ham ko'payadi. 9 ta, 11 ta tug'adi. O'zini ezib olmasa ko'p tug'adi. Farosat yo'q, qaymoqqa keldi. Ko'paytirdim buni. Juda yaxshi, endi erkalashib bir-birini yetishadi. Bundan keyin ko'rsapalak boqdim. Nima kulasan? Ha, yo'q, ko'rshapalak. Ko'rsapalak boqdim. Ha, ko'rsapalak boqdim. Ko'rsapalak ko'radimi sizda? Yo'q, ko'rmaydi. U konditsioner. Konditsioner yo'q. Mana uyda konditsioner. O'sha 650 xonadonga shu 220 ta ko'rsapalakda qamaysan. 2 soat ushlab turasan. Shu oynaga o'zi termilib qoladi, chiqarib oladi. Bitta ochasan, shu 2 daqiqada chiqadi. Ana undan keyin 2,5 soatni o'zida. Lekin qonni to'q kirgizib bo'lmas ekan. Hamma bo'lmas ekan. Undan keyin nima boqdim, toshbaqa boqdim. Toshbaqa boqdim, u yaxshi narsa emas ekan. Nimaga? Masalan, uxlayotganingda shu kuldirguchini kelib o'par ekan. Yaxshi xijolat.
Nimaga aynan kuldirgich Tegene eşeğe baktım, küllerin eşeği. 750 dolardan aldım, küllerin eşeği. Cepak var. Ne onu atça koştum. Hani bundan keyin zeminat olsa bo'ladimi? Ha, palasasi endi hali bunaqasiga emas, belayin bo'ladi. Mana hozir Xudoga shukr 1250 dollardan ha, belayin bo'ladi. Uni Mana hozir ko'paytirdingizmi shuni? Ko'paytirdim. Xitoyliklar Ular olyapti. pervalga olib chiqaman, 15 kun, 20 kunda yana olib kelaman. Xitoyliklar olyaptimi? Ha, yo'q, o'zimiznikilar ham xaridor olib qo'yadi. Aramas ekan. Aramas ekan. Dotlanmaydi. Olinglar bo'lmasa, boshqa bering. Hozir borasizlarmi? Nima boraylikmi? Telefonlashamiz. Shunaqa odamlar ham bor.